Biz bugun Modern City Construction qurilish kompaniyasi tomonidan Toshkent shahrida qurilayotgan obyektlardan biri Yangi Darxon 16 qavatli turar joy majmuasiga tashrif buyurdik. Ushbu obyektimizning suv va kanalizatsiya tizimlarini to'laqonli Jeep Group kompaniyasi o'zining sifatli mahsulotlari bilan ta'minlab berdi. Hozir biz ushbu obyektga mas'ul bo'lgan xodim Bahrom aka bilan ushbu obyekt haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Bahrom aka. Bahrom aka, ushbu obyekt haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, bu obyektda biz 3 ta imorat qurganmiz, 16 qavatli. Har bir imoratimizda 3 tadan podyezd, umumiy hisobda 208 ta xonadan tashkil topgan. Santexnikasi bo'lsa Jeep Group'dan foydalanamiz. Savol bersam bo'ladimi, Bahrom aka? Nimaga imенно Jeep Group tanladingiz? Sababi bularda keng assortiment, sifatli mahsulotlar, yetilgan vaqtida hammasini mahsulotlarini yetkazib berishadi bular Jeep Group'da. Bahrom aka, amalga oshirilgan ishlarni bir ko'rsak bo'ladimi? Albatta, buni sizlarga bizani shu santexnika bo'yicha mutaxassisimiz Mirsayt degan yigitimiz bor. Hammasini to'laqonli qilib ko'rsatib beradi. Hozir biz imoratimizdan podval qismidamiz. Bu yerda bo'lgan ishlarni mutaxassisimiz Mirsayt santexnika bo'yicha hammasini to'laqonli sizlarga tushuntirib beradi. Mirsayt aka, bu yerda qilingan ishlar bilan ozgina qisqacha ma'lumot bersin. Xo'p, bizga qilingan ishlarimiz mana 110 talik qora polietilen trubada suvimiz kirib kelgan vodoprovodimiz. Undan keyin biz Jeep Group kompaniyasini turba fittinglaridan foydalanganmiz. Xuddi mana shunaqa bo'lib nasoslar sistemalarini yiqqanmiz. Bu yog'i mana 110 talik bilan kelib 75 talik bilan shoshikdan ketadi. Bu yog'i nasoslarimizni uстановкаларni qilganmiz. Nasoslarimizda hozir 8 atmosfera bosim ko'rsatib turibdi. 16 qavatli nimamizga 16-etajga ham normal davlina yetkazib beryapti. Sizdagi nimaga aynan Jeep Group mahsulotlarini? Jeep Group mahsulotlarini foydalanganimiz sababi bunda davlinani ushlash yaxshi xususiyatga ega. Misol faqat men paykalarini yaxshi qiladigan bo'lsa, yaxshi eritadigan bo'lsa, turbani chidamliligi zo'r. Turba yaxshi chidab beradi. Shuning uchun biz ancha yillardan buyog'i Jeep Group'ni turba fittinglaridan foydalanganmiz. Mana ba'zi tepada kvartirada etajlarga ham biz isitma qilmay qo'ydik. Oldin isitma qilib bir tekshirib buna qilardik. Turbalarni boshqa firmaning shofidan ketsa, bunda unaqa narsa yo'q. Biz isitma ham qilmaymiz. Shunchasiga jetillarga topshirdik-da, suv berdik. Xudoga shukr, biron joyda bir nima bo'lgani yo'q. Hozir biz xonadondamiz. Shaxtamizdan kirib kelayotgan turbamiz, gilamli turbamiz 63 talik. Undan biz 25 talikda olib xonadonlarga suv uzatganmiz. Ushbu turba fittinglarimiz uzoq muddat xizmat ko'rsatishi uchun faqat mahsulotimizning sifatiga emas, ularni ulash jarayoniga ham katta ahamiyat qaratishimiz kerak. Misol uchun mahsulotimizning diametridan kelib chiqib, dazmolimizning gradusini va ulash davomiyligini to'g'ri tanlasak, santexnikamiz uzoq muddat xizmat ko'rsatadi. Bu turar joy obyektimiz ham foydalanishga topshirildi. Agar siz qurilish kompaniyasi bo'lsangiz, Jeep Group sizni hamkorlikka chaqiradi. Jeep Group bilan kelajakni quring.